Juda ko'p insonlarda ushbu belgilar, ushbu shikoyatlar mavjud, lekin ular ko'plari e'tibor qaratishmaydi. Qachonki bu belgilar kuchayib, ushbu shikoyatlar kuchayib, insonni nima deydi, jismoniy harakatdan ma'lum bir ish qobiliyatini kamaytirganda, jismoniy harakatlarga to'sqinlik qilgan vaqtda yoki kasallik kuchayib, o'zidan asorat bergan vaqtlarda keyin shifokorga murojaat qilishadi. Man sizlarga hozir aytib bermoqchi bo'lganim stenokardiya, ya'ni yurak ishemiya kasalligi haqida bo'ladi. 2 kun avval bizni klinikamizga bir bemor onaxonni olib kelishdi, yotqizgani, davolatgani. Ana o'sha onaxon sabab u kishini qizlaridagi kasallik ham aniqlandi. Ya'ni qizlari, man onalarni ko'rayotgan vaqtimda mani kardiologligimni bilib, o'zlaridagi shikoyatni aytib berdilar. Ya'ni u qizlarni yoshlari 45 ta, 3 yildan buyon to'sh suyagi orqasidagi og'riqlar bezovta qilar ekan. Ya'ni u inson aytyapti shikoyatida, man yurganimda, jismoniy harakat qilganimda, uzoqroq vaqt yurganimda, ayniqsa tepaliklarga, yuqorilarga ko'tarilgan vaqtlarimda to'sh suyagimda mana shu joyda og'riq paydo bo'ladi. U og'riq qisuvchi xarakterga ega bo'ladi. Keyin og'riq bo'lgan vaqtda hansirash, mana bu tomoq qismida bo'g'ilish, yurakda tez urish kabi holatlar ham paydo bo'ladi. Endi ushbu holatda nima qilasiz deb savol berganimda, agar yurib ketayotgan bo'lsam, harakatlanayotgan bo'lsam to'xtashga majbur bo'laman. Boshlarida to'xtamasam ham o'tib ketardi. Endi sekin astalik bilan u narsa to'xtashga majbur qilyapti meni deb aytyaptilar. Endi bundan tashqari u insonda ana shu zinalardan ko'tarilganda, yuqori tepaliklarga ko'tarilib harakat qilganda ham og'riq kuchayadi. Hansirash, shu endikish belgilari paydo bo'ladi. Bundan tashqari ovqatlanish vaqtida ham xuddi shunaqangi belgilar paydo bo'lgan bu insonda. Qo'shnisi bilan suhbatlashgan vaqtida qo'shnisida xuddi shunday kasallik mavjud bo'lgan va qo'shnisi shifokorga murojaat qilishligini, darhol bu narsani oldini olish kerakligini aytgan. 1 yil avval aytgan, lekin bu inson unga u darajada e'tibor bermagan. Endi ro'zg'or tashvishi, uy, ish degandek shunaqa narsalar bilan ovora bo'lib qoldim, doktor. Endi mana hozir sabab bo'lib man ko'rinyapman sizga deb aytyaptilar. Endi bu aytilayotgan belgilar nima? Bu aytilayotgan belgilar yurak kasalligini belgilari. Ya'ni bu insonda stenokardiya, yurak ishemiya kasalligining belgilari mavjud. Bunaqa belgilar juda ko'p insonlarda mavjud, lekin u insonlar ko'plar shu inson kabi e'tibor qaratishmaydi o'zlaridagi holatlarga. Endi qachonki bu narsalar kuchayib, belgi bergandan so'ng e'tibor qilishadi. Endi e'tibor bering, agar sizda mana bu to'sh sohasida, mana bu tomoq, jag' sohalarida jismoniy harakat qilgan vaqtda, tez yurganda yoki ko'proq yurganda, zinalardan ko'tarilganda, ovqatlanganda, shunaqa vaqtlarda qisuvchi, sanchuvchi, ezuvchi og'riqlar paydo bo'lsa, shu bilan birga ana shunday og'riqlar vaqtida yurak o'z-o'zidan tezlab, tomog'ingizga tiqilib, havo yetmagandek entikishlar, hansirashlar paydo bo'lsa, bular mana shu yurak kasalligini belgilari bo'lishligi mumkin. Ya'ni yurak kasalligi qaysi kasalligi? Stenokardiya, yurak ishemik kasalligini belgilari. Bu kasallik juda ko'p insonlarda mavjud, lekin e'tibor qaratishmaydi. Qachonki kasallik rivojlanib, u insonni jismoniy mehnatiga, harakatiga to'sqinlik qilsa yoki o'zidan qandaydir darajada bir asoratlar paydo qilsa, keyin e'tibor qaratishadi. Endi xuddi shunday holatlarda yana bir insonda kuzatilgan, u inson o'zimiz bir yaqin insonimiz 6 oy davomida mana shu to'sh suyagida, ko'krak qafasidagi noxushliklar bo'lgan. Qandaydir og'riqlar, nafas qisishlari, jismoniy harakat qilgan vaqtlarda uni kuchayishligi belgilari paydo bo'lgan, lekin u inson e'tibor qaratmasdan hayotini davom ettirgan. Keyin oxiri bu belgilar kuchayib, insonda bu og'riqlar kuchaygan va kuchaygandan keyin murojaat qilgan. Biz EKG tekshiruvi qilganimizda, ana u EKG tekshiruvi u insonda yaxshi chiqyapti. Hech qanday EKGda o'zgarish yo'q. Lekin insonning shikoyati yurak stenokardiya ishemiya kasalligini xuddi o'zginasi. Keyin nima qildik? U bemorga til ostiga ana shu yurak og'riqlarini qoldiruvchi dorilar mavjud. Ana shu dorilardan birini qo'ydik. 5 minutdan keyin ushbu og'riqlar yo'qoldi. Keyin bemorga savol berdim, qanday his qilyapsiz o'zingizni? Hozir doktor, men og'riqlarim o'tib ketdi 100%. Haligi aytayotgan og'riqlardan umuman asorat qolmadi, bir nima deydi, belgi qolmadi. Endi bu og'riqlar shu doringiz ta'sirida o'tib ketgandan keyin ko'krak qafasimda shunaqangi bir yengillik his qildimki, endi shu yengillik natijasida men o'ylayapman,
bu og'riq menda endi paydo bo'lmagan ekan, 6 oydan beri bo'layotgan ekan, men unga e'tibor qilmayotgan ekanman, bu shunchaki menda charchoq shekilli deb o'ylab yurgan ekanman degan fikrda aytishdi. Keyin ushbu bemorni kerakli muolajani qildik, yordamni ko'rsatdikda koronari angiografiya tekshiruviga jo'natdik. Ya'ni yurakni, mana shu qo'limni yurak deydigan bo'lsak, o'zini tashqi tomonida, muskullarning orasida qon bilan ta'minlovchi tomirlari mavjud. Ana shu tomirlari, agar 3 ta asosiy katta tomiri bor va u tomirlar o'z-o'zidan mayda tomirlarga bo'linadi, yurakni oziqlantiradi. Endi ana shu tomirlardan qaysi bittasi ma'lum bir darajada to'silgan, bekilgan bo'lsa, xuddi shunday og'riqlar paydo bo'ladi. Ayniqsa insonda jismoniy harakat vaqtida bu narsa kuchayadi. Ushbu bemorda o'sha angiografiya tekshiruvida 3 ta tomirdan bittasida 95% to'silish chiqdi. Endi ushbu to'silishga u mutaxassislar stent qo'yishdi va ushbu bemorda infarkt kasalligi oldi olindi. Endi bu bitta yana bir holat. Endi yana bitta holat. Taxminan bir hozirgi aytgan bemorim yoshlari 55 larda atrofida, erkak kishi. Endi yana bir ayol kishi 56-57 yoshlar atrofida menga murojaat qilishgan, xuddi shu shikoyatlar bilan. Endi xuddi shu shikoyatlar bilan murojaat qilishganda, bu shikoyatlar u bemorda oxirgi 1 yillar ichida kuchaygan. Endi bemorimiz aytayapti, men o'yladim, yoshim kattaligini hisobiga bir quvvatsizlandim shekilli, lekin yoshim ancha katta bo'lib ketgan, yo'q nimaga endi bir kasal bo'lib qolaman deb o'zimni fitnesga nima qildim, yo'naltirdim, ya'ni fitnes bilan shug'ullandim. Keyin nima bo'ldi desam, ana shu fitnes bilan shug'ullanish jarayonida bu narsa kuchayib ketdi degan fikrda aytyaptilar. Ya'ni u bemorimiz nima degan? Men hali yoshim kattalashmagan, qarib ketmaganman, bir nima deydi? U bemorimiz aytayaptiki, men hali yoshim katta emas, u darajada qarimaganman, yoshman, yosh bo'lib turib shunchalik quvvatsizlanib ketdimmikin degan fikr bilan endi men shug'ullanishim kerak ekan deb bu noto'g'ri fikrlash natijasida fitnesga borishgan u bemor. Ya'ni fitnes natijasida ushbu shikoyatlar kuchayib ketgan keyin. Oxiri shifokorga murojaat qilishga majbur bo'lgan. Endi fikrimizni oxirida xulosa qiladigan bo'lsak, nima demoqchiman? Agar insonda bir belgilar, ya'ni kasallik belgilari mavjud bo'lsa, ya'ni mana shu stenokardiya kasalligi bo'ladimi, biz yuqorida aytgan belgilar bo'ladimi, boshqa kasallikning belgilari bo'ladimi, siz o'zingiz shunchaki fikrlab, bunaqa bo'lsa kerak deb o'zingizcha dori-darmon qilmang yoki shu sport bilan shug'ullanishga o'zingizni yo'naltirmang. Eng yaxshisi shifokorga murojaat qiling. Agar sizda kasallik yo'q bo'lsa, sizni u shifokor sportga yo'naltirishligi mumkin. Har bitta kasallikni davolagandan ko'ra uni oldini olgan ma'qul. Ya'ni u yurak kasalligi bo'ladimi, o'pka kasalligi bo'ladimi, oshqozonmi, tanada har qanaqa kasallik bo'lishidan qat'iy nazar oldini olgan eng afzali hisoblanadi. Endi kelgusi videolarda stenokardiya, yurak ishemik kasalligi, infarkt kasalligi haqida to'liqroq, batafsilroq ma'lumot berib o'taman. Ya'ni u kasallik qayerdan rivojlanadi, unga olib keluvchi sabablar nima, qanday davolash choralari bor, nimalar qilish kerak. Inshaalloh Alloh nasib qilsa batafsil tushuntirib beraman. Ushbu video haqida qanaqangi bir fikr, mulohazalaringiz bo'lsa, kommentariyada yozib qoldiring. Kuzatishda davom eting. Salomat bo'ling.